asılımlarına bunun hakkın kreditler hakkında hem özünün tiysi olan zırnaq программасы hakkında ma'lumot berdim. Eng birinchi fizikal shaxslar uchun biznesga birinchi qadam biznes imkoniyatlari kreditlar bor bo'lsa qoladi. Biznesga birinchi qadam 25%dan 15 millionga 3 yil muddatga beriladi. Imtiyozlar uchun 18%dan biznes imkoniyati kreditimiz bor. Bu fikrlarni chorvachilik bo'lmasa qarindochilik bo'lmasa qarindochilik yoki asalarining rivojlantirishi sol turdagi beriladi. Jengillik kredit bo'lsa qoladi. Ya'ni 5 yil muddatga deyim kepillik yanılsa so'rda polisi hisoblanib asansi bo'ladi. Bundan so'ng bu kredit muddati 5 yil muddatga beriladi. O'zingiz tanlagan to'lov qobiliyatiga kelib chiqqan holda saylasangiz bo'ladi. Kredit to'lov muddati differensial usulda foydalaniladi. Bundan tashqari Alfa bankning o'zida tegishli bo'lgan zırnaq programmasi bor bo'lsa qoladi. Bunda tekrardan hozirgi kunda жаңа aytgan biznesga birinchi qadam biznes imkon kreditlarni video o'tirgan holda monitoring hisoblanib o'tib, Face ID tasdiqlab o'tsangiz bo'ladi. Bundan tashqari o'zida tegishli bo'lgan kredit жұмысымен ta'minlangan odamlar, ya'ni hukumatning жұмысына bo'lmasa javoapgarshiligi cheklangan jamiyatlarda жұмыста ishlovchi fizikal shaxslar uchun o'zining daromadga ega bo'lgan shaxslar uchun kreditlar mikrozayomlar bor bo'lsa qoladi. Unda tekrardan 5 yıl müddetli deyim verildi. 1 yıldan 5 yılga deyim. Al kredit summası oladigan bo'lsa 300 millionga deyim verildi. Bunda tekrar maksat kredit sug'urta polisi orqali beriladi.